Assalamu alaykum, hörmətli Uyğuristanlıq qarindaşlar. Assalamu alaykum. Uyğuristan Azadlıq Təşkilatının fidakar əzaları. Bugün diqqətinizə təqdim qılmoqchi olan söhbətimiz bundan burun davamlaşıb kelayotgan vətən davası sepidagi özlüksüz davamlaşıb atgan boşluqlar degan tema üstüdə elib berildi. Hörmətli qarindaşlar, vətən davası sepidagi özlüksüz davamlaşıb atgan bu boşluqların qandaq şəkillenib kelayotganlığı və qandaq nəticə keltirib çıxarıyotganlığını hazırgıçilik söhbətlərimizdə bir qədər yoritishga tirishdik və təqdim qildik. Bundan keyin və hazırki mövcud vəziyyətdə bununla qandaq muamele qilamiz? Yine daim şundaq bir boşluğun davamlışığa sükut qilib mağımızmı yoki bu vəziyyətni ma'lum jihatdan o'ngshashga tirishimizmi? Bu hammamizningki bir kishilik milliy majburiyatimiz va kishilik majburiyatimiz. Bugungi suhbatimizning asosiy mazmuni hammamizning xabar bo'lgandek, bundan 12 yil burun Myunxen shahrida Sharqiy Turkiston Uyg'uriston xalqaro milliy qurultayi bilan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayini birlashtirib, haqiqiy vatan davosiga vakillik qiladigan salohiyatlik bir siyosiy markazni qurib chiqish orzuyimiz bilan 2002 yil o'ttirlardan boshlab ikki tarafning vakili ikki qurultayni ikki markazni birlashtirib bir markaz qurib chiqish maqsadida bir qancha oylik suhbatdan keyin 2002 yil 11 oy mezgilida tayyorlik yig'ini chaqirilgan bo'ldi. Bu yig'inga Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining har qaysi allarda faoliyat olib berayotgan vakillari va tarmoq tashkilotlarining vakillari qatnashdi. Shuningdek, Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayining har qaysi allarda faoliyat qilayotgan vakillari qatnashib mukammal bir fikr birligi hosil qilgandan keyin tayyorlik komissiyasining bosh raisi va ikki qurultaydan bir nafardan ikki nafar muavin rais bo'lib bir tayyorlik komissiyasi tashkillandi. Har qaysi davlatdan kelgan ikki qurultayning vakillari mamnunlik ichida, rozimanlik ichida qaytishdi. Afsus, oradan yarim yil o'tmay 2003 yil 5 oy mezgilida bu tayyorlik komissiyasining bosh raisi o'zining istiqbolnomasini e'lon qildi. Tayyorlik komissiyasining bosh raisi o'zining istiqbolnomasida tilga elib o'tgan bir qancha moddalik fikrida o'tirib qo'yilishicha hozirgachilik ya'ni ikki qurultayining birlashib bir markaziy tashkilotni ro'yobga chiqaradigan umumiy yig'in chaqirish uchun iqtisodiy jihatdan hech qanday bir tayyorlik bo'linmadi. Shuningdek, Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining ichidagi ba'zan rahbarlar samimiy bo'lmadi. Ya'ni bu samimiy bo'lmasligi Xitoyning odamlari bilan, Xitoyning kishilari bilan apaq-chapaq munosabatda bo'lindi. Bundaq bir vaziyat ostida biz bu markazni o'tirg'i chiqarishimiz nihoyat xatarli degan banani ko'rsatib, o'zining iste'fosini e'lon qildi. Buningga ergishib, Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayidan qatnashgan bir nafar ma'muriyning o'zimi o'zining qisman yetarsizligi va ijtimoiy turmushi va hokozani bahona qilib, uni isti'fo berdi. Shuning bilan bu tayyorlik komiteti 2003 yil 5 oyda tarqalib ketdi. Bu ish shundoq oxirlashgan bo'ldi. Oradan 7-8 oy o'tib, tuzuqsizdan bir fikr o'tirg'i chiqdi. Ya'ni darhol bir birlikni o'tirg'i keltirib chiqarmasak, bundaq bosh-boshdoqlik yana parcha holda bu da'vo yaxshi ma'maydiganligi bo'libmi, yuqori bir yerdan yoki ma'lum bir davlatdan tayyorlik komissiyasining isti'fo berayotgan bosh raisiga bir aloq kelganmish. Dar paytida dal mush vaziyatda fursatni ching tutib Sharqiy Turkiston davosini qiladigan bu chet eldagi barliq tashkilotlarni bir markazga tashkillash nati zur bo'lib qolganligi, agar bu payt o'tib ketib qolsa, fursat ketib qolsa, da'voning markazi balki boshqa bir taraflarga ketib qolishi, xatarlik bir ahvol ostida qolib qolishi ehtimolligi yuqori degan bundaq bir so'z-so'chaklar bilan darhol bu markaz yana bir markaziy qurultayni, markaziy bir tashkilotni o'tirg'i chiqarish fikri paydo bo'ldi.
Qandaq bo'lmasin, bu bir yaxshi bir yangilik edi. Millatning orzusi edi. Ham da'voning taqozosi edi. Yana ko'pchilik olqishladik. Bunun ketgan iqtisodni bir boshdan qo'limizdan kelishicha iona to'plab yordam berishga boshladik. Qizg'in qo'lladik. Bu barliq kelmoqchi bo'lgan markazning o'zi İtaliyaning poytaxti Rim shahrida chaqirilganligi o'tirib qo'yildi. Biz nihoyatda xush bo'ldik. Bundan bo'lib kelayotgan siyosiy faoliyatlar asosli Myunxenda bo'lganligi uchun va dunyoninki diqqat nazariga tazab erishamaganligi uchun Rimdek bir siyosiy tarixiy bir shaharda ochilsa, balkim Uyg'ur da'vosi, Sharqiy Turkiston da'vosi dunyoga to'nilishi tez bo'lishi mumkin degan umidda shunchalik olqishladik. Afsus bu yig'in Rim shahrida emas, aksincha Myunxen shahrida 2004-yil aprel oyida chaqirildi. Bu yerdagi afsuslanadigan bir nuqta 2002-yilning oxiri ishki qurultayining har qaysi allardagi vakillari qatnashib, millatning irodasi bo'yicha, ko'pchilikning irodasi bo'yicha tashkillab chiqqan tayyorlik komitetining irodasi bo'yicha bo'lmay, aksincha bir qancha odamningki, ya'ni ayrim bir muzokara qilish bilan ham qurultayning ochilish vaqti, qurultayning ochilish o'rnimi shunday maxfiy holda Myunxenga chaqirildi. Myunxen shahridagi bu faoliyatga aktiv qatnashib kelayotgan nurg'unlagan kishilarning xabari yo'q holda har qaysi davlatlardan kelgan vakillar Rimga emas, balki o'zim Myunxen shahriga kelib turgandan keyin bu qanday vaziyat? Yig'in ati chaqirilmoqchi. Endi bu mehmonlar Myunxenga kelyapti. Bu yig'in qayerda chaqirildi degandek surishtirib qilingandan keyin yig'inni biz Myunxenga chaqirmoqchi, shunday maxfiy tutdik. Bundan ko'pchilik ranjimasligi lozim. Xitoy nihoyatda ig'ir darajada norozilik bildirib turyapti. Yig'inimizning oldi ilinib qolmasin, bu yig'inning chaqirishining oldi ilinib qolmasin deb shuni maxfiy tutgan. Buni ko'nglimizga olmanglar degandek javobni berib, bu yig'in Myunxenda bo'lganligi uqtirildi. Biz yana qabul qildik. İki taraf birlashma qurultayining bu cho'ng yig'ini Myunxenda chaqirildi va saylam Myunxenda davomlashyapti. Dal shu mezgilda Frankfurt Amubab gazeti degan gazetda bir xabar e'lon qilindi. Bu xabarning qisqa mazmuni bunday. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Germaniya davlatiga Sharqiy Turkiston terrorchilari Myunxenda xalqaro bir yig'in chaqirib, bu yerda bir terrorlik harakati uyushtirmoqchi, terrorlik bir harakati olib bormoqchi. Bu yig'inning Myunxenda chaqirilishiga Jungo hukumatiga qarshi va Germaniya hukumatini ogohlantirmaymiz degan mazmunda bir bayonot topshirganmiz. Buningga asosan Germaniya bexatarlik idoralari, saqchi idoralari yig'in echilayotgan naq maydonni alayda sazgur ishlar bilan tekshirib, o'zining muhim razvedka xodimlarini maxsus bu yig'in atrofida yig'in zali ichiga o'rinlashtirib, ko'zini ko'chirganmiz. Qarab baqsa, bu yig'in echayotganlarda hech qanday bir terror ahvoli ko'rilmagan ham undaq terrorlikqa oid bir faoliyatni emas ekanligiga qanoat hosil qilganmiz. Bu ahvol gazetda e'lon qilingandan keyin biz ondan keyin mushu xabarga asosan qurultayning shu vaqtdagi saylangan muavir raisi, ya'ni Myunxen shahrida turishliq muavir raisini biz suhbatga taklif qildik. Buning jarayonini so'rdik. Buni sizlar shunday maxfiy tutqandinglar, qurultayning ochilgan vaqtini, ochilgan o'rnini maxfiy tutib, Xitoy buni cheklab qo'ydi, oldini oldi. Biz shunday maxfiy tutdik deb bu tushunchani bergandinglar. Endi qanday bo'ldi? Xitoy tashqi ishlar ministrligidan Germaniya davlatiga shunday bir bayonot e'lon qilinibdi. Buni qanday javob berisizlar? Bu maxfiyatlik qanday qilib Xitoyga yetgan degan bu mazmunda so'radik. Bu muavir rais o'ziniki tegishli javobini berdi, biz qanoat qildik. Ya'ni qanday deganda bu maxfiyatlikni bu yig'inning Myunxenda ochilganligi va ochilgan vaqtini bildigan faqat 5 kishi bo'lib, bu 5 kishining ichida maxfiyatlik Xitoyga ketmaydiganligini aytdi, biz qanoat qildik. Haqiqatan bu 5 nafar kishilardan biz undaq gumon qilmaydik. Hem gumon qilishning hech qanday bir asosi yo'q edi. Aradan 2 yil o'tgandan keyin butun dunyodagi Uyg'ur sonli qarindoshlarimizning xabari bo'lgandek 2006-yil 11-oyda Myunxen shahrida yana bir qatam olamshumul
bir qurultay chaqirildi. Bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın ikinci qatimliq umumiy yig'ini, saylam yig'ini nomida chaqirildi. Bu qurultayga eng sharaflik, eng utuqliq, muvaffaqiyatli bo'lgan bir shaklda Rabia Qodir xonim onamiz, ya'ni Uyg'urlarning ma'naviy onasi, Uyg'urlarning kishilik huquq qahramoni degan bu sharafga noil bo'lgan Rabia Qodir xonim onamiz reis bo'lib saylanadigan bu qurultay chaqirildi. Bu qurultayga Germaniyadagi Yeşillar partiyasining 11 nafar millat vakili taklif qilingan ekan. Bu millat vakili qurultayga agar mehmon sifatida yoki Yeşillar partiyasining ma'lum vakili sifatida qatnashsa, Sharqiy Turkiston davası yoki Dünya Uyg'ur Qurultayining obro'yi yana bir qatim dunyoda texmi bir sharaf qozonadigan shundoq bir cho'ng alayda bir ahamiyatli davr bo'lgich bir harakat bo'lmoqchi edi. Afsus, Yeşillar partiyasiga yo'llangan bu da'vat Münxen shahridagi Xitoy bosh elchixonasiga o'g'irlab ketilgan. Bunimi qurultay chaqirilgandan keyin 3 kundan keyin yana shu qurultayning oldingi qatimqi ma'muriysi, yana bu qatimqi yana saylangan shu ma'muriysidan yana o'xshash bir shaxsdan yana surishtisini qildi. Oldingi qatim 2004-yil chaqirilgan qurultaydagi maxfiyatlik 5 odamning ichidan sirtqa chiqib ketmadi. Uni vakillar tarafdan ketgan bo'lishi mumkin deb izoh bergandingiz. Bu qatimqi maxfiyatlikni bildigan faqat 4 odam bor ekan. Bu 4 odamning ichidan qanday qilib Xitoy elchixonasiga o'g'irlab ketildi ma'lumot degan mazmunda so'radik. Bu qatim javob berganda nima dedi? Bu 4 odamdan maxfiyatlik sirtqa chiqib ketishiga hech kim ehtimol qoldirmaydi, hech kim gumon qilmaydi. Balkim biz bu maxfiyatlikni akimizdan email orqali topshirib olgan Yeşillar millat vakilisiga biz bu da'vatni email orqali avatgan. Balkim Xitoy elchixonasi yuqori texnika bilan emaildan o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin deb intayin qanoatlanarli javob berdi. Biz bu qanoat hosil qildik, ammo norozilik bildirdik. Noroziligimiz nima? Bugungi kunda, ya'ni 2006-yilning oxirlari bo'layotgan bu davrda email maxfiyatlik darajasining qanchalik ekanligini bilmaydigan kishi yo'q. Bo'libmi Yevropada yashayotgan, bo'libmi vatan da'vosi bilan shug'ullanayotgan, bo'libmi vatan da'vosining oliy organi biz deb bu iddaoni o'tirib qo'yayotgan bir tashkilotning yuqori darajalik rahbarlari bundaq bir ahvolni bilmaydigan darajada emas. Sizlar buni faks orqali yo'llagan bo'lsanglar, pochta orqali yo'llagan bo'lsanglar, bu maxfiyatlik Xitoy elchixonasiga o'g'irlanib ketmaydi. Bu yig'inimizga keltirilgan bu sharafning o'zimi bundaq nobud bo'lib ketmaydi. Bundan keyin diqqat qilinglar. 3-qatim qo'lga tushib qolmanglar deb biz xeyli ogohlantirdik. Endi bu ahvol, yana bu 10 yildan burungi, ya'ni 10 yil avval bo'lib o'tgan bu tarixiy vaziyat shundoq ko'milib qoldi. Bu tarixiy hodisa hech kim anglamagan, hech kim ko'rmagan bir shaklda timtash o'tib ketdi. Onundan keyinmi oldingi qatimki suhbatlarda o'tgandek ba'zi maxfiyatliklar, ba'zi o'ngishsizliklar yana doim sodir bo'lib turdi. Buningmi xalqimiz sukut qilib turdi yoki bu ishlardan xabar topsimi jur'at bilan o'tirib qo'ydigan bir kishilar chiqmadi, biror kollektiv chiqmadi. Hurmatli qarindoshlar, hozirgachilik o'tirib qo'yib kelayotganimiz, bugun hozir o'tirib qo'yayotgan bu tarixiy masala yana bo'lib o'tgan bir voqea ekan deblar qarab o'tgan ish emas. Bu vatan da'vosi sepidagi o'zliksiz davomlashayotgan bo'shliqlarning ajallik bir qismi. Mushunda bo'shliq doim davomlashib takrorlanib tursa, mushunda bo'shliqdan dushman mushunda bir kanaldan doim bizning qalblarimizning ichiga suqunib kirib tursa, bu qilgan faoliyatlarimiz, fidokorliklarimiz, qurbonliklarimiz hammasi hech qanday bir natija bermasdan eng oxirida mag'lubiyat bilan bizga yana bir tarixiy ochiq saboqni taqdim qiladi. Bugungi suhbatimizda Uyg'uriston ozodlik tashkilotining raisi Osmonjon fikrlashdi. Hurmatli qarindoshlar, diqqatingizga rahmat.
Osmanjon, endi bugungi bu suhbatning muqaddimasida o'tirib qo'yib o'tgan bu masalalardan sizning xabaringiz bor. Nurg'un qatam muzokara qilingan fikrlar bugun xuddi bir yangilikdek o'tirib qo'yilyapti. Sizmi shuningga bir ozroq ko'z qarashingizni o'tirib qo'ysangiz, nima uchun bundaq vaziyat shakllandi? Nima uchun davomlashdi? Buna zaten aldığını ağıl bulandı bulmamdı. Moş noktada bir fikirleşsek. Aldı bilen sizge köp rahmet. Söhbetimizi başlaştığım burun Uyguristanlık vatandaşlar, şundakla Uyguristan Azak Teşkilatı'nın pidakar azalarını kızgın salamlaşılan birge. Bayatın biri siz sözlep ötken tarihi paketler üstüde siz şu gap devatkanda bana şundak bir fikir geldi. Yani bu demek çok olmuş 2004-yili vücutga chiqmoqchi bo'lgan vatan sirtidagi da'vo markazining vücutga chiqish oldikayindagi ichki maxfiyatlikning sirtqa oshkoralanib ketishi va yoki shu chog'dagi realni mavjud qiyinchiliklarni nazarga olib birinchi bo'lib oldi bilan bu markazningki vücutga chiqmaslikdek bir harakatning har ikkala tarafdan planlanganligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni bu deganingiz masalan shu ayni vaqtdagi tayyorlik komitetining bosh raisi dastlabda ma'lum bir yetarsizliklarni tayyorlik qilish jarayonidagi ham qurultay ochilish jarayonidagi o'rindab bo'lish imkoniyati yo'q deb turib ba'zi qiyinchiliklarni o'tirish orqali bir qatim bu tayyorlik komitetining raisligidan istifa berdi ekan masalan. Onun da başka ulapla yani şu vakit tayyorlik komitetining muavir raisi o ma'lum bir bana sebeplerden o'zining kişilik turmushi yani shaxsiy ba'zi ishlar tufaylidan bu tayyorlik komitetininki raisligidan muavir raisligidan istifa berdi ekan. Bu odamning ahlini hayron qildiradigan masalaning sirliq tarafichi bu. Masalan bu uningdan oldin dunyoning har qaysi joylaridan 2002-yili shu Myunxenga yig'ilib dünya Uyghur yaşlarının bir kısım vekilleri bilen şu çağda Germaniyanın Myunxen şehrinde aktif faaliyet kılıvatkan Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayının bir kısım vekilleri ortak müzakirleş arkalık oturgu çıkan bir tayyorlik komiteti. Bu tayyorlik komiteti degan mındaqçılıktan ali bir komitet. Tayyorlikni qilishdan boshqa shu ishni vujudga chiqarish mas'uliyati ham majburiyati yuklandi. Yani tayyorlik qilish jarayonida mındaqçılık aytganda tayyorlik ko'ngilgidek bo'lmasa istifa berib buni taqib eting degan narsa chiqmaydi. Demakchi menki shu chog'ning o'zida ya'ni shu vatan sirtidagi siyosiy tashkilotlarni birlashtirib yuksak bir birlikning ya'ni yuksak bir markazning vujudga chiqishiga shu chog'dagi tayyorlik ko'pning ichidagi odamlarning o'zi qarshi qilgan o'zi to'sqinlik qilgan degan gap chiqdi bu. Bu harakat millatning irodasi bilan emas, kishilik iroda bilan minish kerak degan. Shundaqa. Demak bu o'zininki yani bu büyük bir merkezin oturgu çıkışını aşındak yok olan banalar bilen yok kılıp itip yeni tahminen 5-6 ay ötkendikken neyim için tosattım bu merkezin vücudga çıkırış gerekligi çıkırış gerek bu kalıdı degan gap çıkın hem de. Mesela şu meselege şu tarih nazar salsak aynı vakitte hatta bu tayyorlik komiteti meselesi 2002-yilning ahirida bo'lib atgan mesele. Ama şu resmi kurultay 2004-yili 4-ayda yani aprelda hozirgi Dünya Uyghur Kurultayı vücudga chiqmoqchi bo'lgan aralıktaki bo'layotgan shu chaqdagi qurultay tayyorlik komitetining o'zining to'sqinligi. Shundaqla uningdan boshqa qurultay ochilish jarayonida bo'lsin, shu bir yangi narsa vücudga chiqmoqchi bo'lsa, yangi bir siyosiy tashkilot vücudga chiqmoqchi bo'lsa, oldi bilan chuqum shu yerda o'ltirgan vakil bo'lib qatnashgan kishilarning ya'ni xalq vakil qilib saylab bergan kishilarning siyosiy orzusi bo'yicha bu siyosiy markazning siyosiy nizomnomasi, siyosiy programmasi, strategiyasi, nomi belgilanib chiqadigan narsa. Ammo nihoyat afsus shu chaqdagi bizningki anglaganlarimizga qaraganda qurultay rasmiy saylan bo'lmasdan burun buning Dünya Uyghur Kurultayı qurilganligi nihoyat odatdagi ko'chadagi bir odamlarning og'zida anglayotganligida bu balkim o fikir gapingizga mening qo'limdan bir isbot bor bu to'g'riliq. Masalan olsak 2003-yil 5-oyda tayyorlik komitetining bosh raisi istifa berib etib, yaqindak bana sababli bilan, Ondan keyin bir 2 haftadan keyin
o kishi bir emelyapti. Ko'pchilik shu qatorda men bir emelga 7 odamga emelyaptilik. Bu 7 odamning 4ti qurultayning ichidagi, cho'ng qurultay, kichik qurultayning ichidagi rahbarlar, qolgan 3 septik odamlar, men septik odam qurultayda vazifam yo'q edi. 7 odamga keliglik. Qanday mazmun yozdi desangiz, bu vaqasini bir o'ylab baqsanglar, endi mazmuni bu. Biz Sharqi Turkiston devasekmi, bunu bululu tarihi bir nam. Ama O'rta Osiyodagi nurg'un qarindoshlarimiz shundoq pek qochdiga bu nomdan. Hozirgi O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bu faoliyatlarga aktiv asli qo'shmayotganligimi bu shu nom bilan bo'yotdi. Shunga bu qatimki qurmoqchi bo'lgan markazimizning Milliy birlikning nomini Dünya Uyg'ur Kongressi deb açsa qanday bo'lar degan bir emilni avatgandan keyin men shu vaqtdagi qurultayning, ya'ni Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultayining raisi efendi bilan bu to'g'riliq gaplashdim. O kishiga mi kelibdi? Bu nima gap? O yoki emilni kollektiv evasangiz hammadan ismi chiqadi-ku. Hammasi o'xshab tegadi. Bu qanday gap bo'lib ketdi? Ma'adan o'zi bir 2 hafta avval istifa beryapti. Andan keyin qachilib mandaq bir o'yinni chiqaryapti. Bu o'yinmi yoki bu bir yo'llar bilan millatni g'aflatga aylantirib qo'yib başqa bir yo'llar mengishmi deb muzokara qildik. Ammo bu shu bu o'tgan masala. Ya'ni 2003-yil 6-oy ichida tarqalgan emil bu. Shu kishining nomidan. Ammo o yana jimjit o'tib ketdi. Ta 2004-yil 2-oygacha timtos o'tib 2004-yil 2-oyda oyaman degandek yoki bir yerlardan aloq qilibdi. Biz o vaqtda o'yladik. Bir yerdan kelgan aloqasi balkim Amerikaning kelgan aloqa deb o'ylab qoldik-ku. Xo'sh. Bu zatning o'zi Amerika parast deb nomi va endi Amerikaning o'zi qo'l tiqib bu ishga aralashganmidi deb, agar Amerika qo'l tiqsa nima uchun bu markazni Amerikaga yo'tkab ketish bir plani bo'lmay Myunxenda tutib turishdan plan qildi deganni o'yladik. Bu Myunxenmi, Germaniyami, Amerikaning ikkisida bir yer bo'lgandan keyin Amerikaning 57-shtatida bir yer bo'lgandan keyin balkim mashada to'xtatib o'tirib bir faoliyat Amerika bir strategiya belgilaydigan bo'lishi mumkin deb mandaqmi ham xayolni qilishdik. Ammo qurultay chaqirilgandan keyin Myunxenning sirtiga chiqmadi bechora qurultay. 2004-yil apreldan 2006-yil 11-oygacha hech qanday bir faoliyat tuzgar bir ko'z ko'ringidek faoliyat bo'lib o'tmadi. Ham bo'lgan faoliyatlarga bir dona bir muxbirmi qatnashmadi, hech qanday bir faoliyat axborot binosi bo'lmadi. Shundoq buruqtimda o'tdi. Andikin o'yladik biz. Bu nima ahvolamdi? Yilqi kagaga nado degili tushdik andik. Yilqi darhol harakat qilib siz bu birlikni o'tirg'i chiqing, bir markaz quring. Bu başqa yoqqa ketib qolib Uyg'urlarning masalasi degan bu kishilarni Germaniya istixborotimi bu davoni Uyg'ur davosini, Sharqiy Turkiston davosini xuddi shu megigan tuxum bosgandek besib ketib Germaniyadan chiqolmay ko'zir qilib foydalanish bir strategiya bilan qo'ygan taklif bo'lg'imdi. Bu nerdan kelgan taklif bo'lg'idi dedik. Ba'zi o'yladik balki yolg'on gap bo'lishi mumkin dedik. Qanday bo'lmasin bu qurultayning tasodifiy o'tirg'i chiqishi ayam degandek aqsh davlatidan kelgan millat vakillarining millatimizning vakillarining irodasi bilan emas, millatning irodasi bilan emas, balki bir qancha kishining kishilik irodasi va kishilik orzu, talab fikrlari bilan o'tirg'i chiqadiganligi va shu bo'yicha mangadiganligi planlangan bo'lsa kerak. Eng insof bilan aytgan chaqda, ya'ni o kishiga taklif bergan o'rin yoki bir davlat Palaniyam, Pustaniyam degan hammani qo'yib turib, faqat bu da'vo yo'riq ko'rmaslik kerak. Bu da'vo zodi mo'shada, mushu bizning olqinimizda, bizning ko'z oldimizda menish kerak deydigan bir uzunga suzilgan orzu bilan kelmish o'tmishlari uzundan davomlashayotgan, bundan keyinmi xil uzoqlik shunday davomlashadigan bir orzu bilan planlangan bo'lishi mumkin degan nuqtani olib sursak bo'ladi. Ammo bu da'voninki markazi nima uchun Germaniyada bo'libmi, nima uchun Myunxendek bir dunyoning eng bo'lingida turadigan, dunyo siyosatiga aralashmaydigan, Xitoy bilan iqtisodiy strategiyasi ajoyib quyuq davomlashadigan, mangu ishga ayrilolmaslikning bir bo'lib menayotgan bu yerda bundaq faoliyatda tutib turilganligini
o'ylagan chig'imizda bu bir yoqdan aytgan chog'da u 2002 yildagi 2002 va 2003 yildagi 2004 yildagi bu jarayonning o'zi mundaqcha aytgan chog'da bir tarafdan da'vo sepiga bir bo'shliqni paydo qilish. Doim bir bo'shliq turish bu shu bo'shliqdan kirib chiqish orqali bu da'vo faoliyatlarda oqsab menishi. Yana bir tarafdan bu da'vo sirtqi chiqib Amerikada bir yerga yoki Fransiyada masalan bir yerlarga berib qolsa yoki Belgiyada mundaq bir yerda angi elinib markaz ta'sis qilinib menib qolsa bu da'voning o'zi qo'ldan chiqarilgan bir xavf xatarligi ko'z tutilib müşahede turishi ko'z oldida o'zininki bolasidek ko'z oldida turishi mushu orzu qilingan bo'lsa kerak degan nuqtada fikr qila olishimiz mumkin. Şu oldingi qatimliq suhbatimizda biraz yuritishga tirishdik. Masalan, asli İtaliyada planlangan, İtaliyada iç maqsad qilingan bir yig'inning to'satdan yig'in ichishga bir kun qolgan vaqtida Münchenga yetkilishning o'zi shungacha orliqda buning maxfiy sirliq tutishi. Yani nima deb İtaliyadan Münchenga yetkiladi? Yani bayatın degandek agar bu İtaliyaning Rim shahrida ochilsa, bu qurultayning xalqaro siyosiy ta'sirining nihoyatda ustun bo'lib ketib, yani mundaq qilib aytganda rasmiy xalqning manfaatiga, xalqning irodasiga vakillik qiladigan yoki Uyg'urni to'ntadigan haqiqiy bir qurultayga aylanib ketib qolishning oldini olish uchun bu Münchenga ko'chirib kelganlikda bir nima ifodasi kelib chiqsa, masalan, shu qurultayning markazining Münchendan yana hatto Rabiya Qodir xonim Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayini shundoq Uyg'urni dunyoga shundoq tunutgan vaqtning o'zidimi qurultay faoliyatininki qurultayning ishxona xizmatlarining nihoyatda unumli tartibga elib berish uchun Amerikaga yetkazib berishga 2009 yil Oliy Kengashdan qarshi chiqqanlar masalan 5 yil o'tgandan keyin chunki bu qurultay asli prinsip jihatdan siyosiy mantiq jihatdan o'ylasa bir rais qayerda bo'lsa uning turayotgan tashkiloti qayerda bo'lsa rais mashhad bo'lish kerak. Bu degan gap masalan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonim bo'lgan ekan, Dunyo Uyg'ur qurultayining siyosiy markazi Amerika degan gap bu. Demak bu asli Amerikada bo'lishga tegishli bir ishxona. Ya'ni Amerikada tegishli asosiy xizmatlari Amerikada yurishtirishga tegishli bir qurultayninki asosli xizmati ishxonasi nima uchun München tanlandi deganda bayatın siz degankidek siyosiy sabablarni ko'z tutishga mumkin. Onundan boshqa qurultay ichidagi ba'zi vazifasi va odamlarning davlat tavalligi Germaniya bo'lgan ekan. Bu shu davlat tavalligi nuqtasidan foydalanib turibmi, ya'ni qurultayning bir yana xalq uchun xizmat qilan, ya'ni mundaq qilib aytganda Uyg'uriston xalqininki siyosiy irodasini oson aks ettira oladigan, bevosita aks ettira oladigan Amerikadek bir yer kuch ketib qolsa, o'zining qurultay ichidagi bo'lgan siyosiy ta'sirdan ayrilib qolishdan qo'rqib bo'lsa, men o'zini deb bo'lsa, bir millatning milliy manfaatini haqiqiy millat uchun xizmat qildirish yo'liga yo'naldirish emas, o'zining manfaati uchun xizmat qildirgan bir guruhga, qurilishga aylantirib olganligi mana o'tgan qatim 2013-yili Rabiya Qodir xonimniki Amerika Davlat Majlisida so'zlagan so'zlarda chiqib turdi masalan. Bu bir guruh kishilarning buni bir xilqalqi hozirgi biz davatgan qurultayni bir jon beqish vositasiga aylantirib olgan. Bu mashada anday qarang. Avo İtalyanın Rim shahrida chaqiramiz degan bu gap burungi tayyorlik komitetiniki muzokarasida bo'lingan gapmi? Uni tozaligi nima yo'q. Bunga bir axborot binasimi yo'q. Ammo Rimda ochamiz degan gapning o'zi kishilarni qaymoqtirishga. Dushman uqib bo'lsin bu maxfiyatlikni deb dushmandan maxfiy tutganligiga, ammo o dushmandan tutgan maxfiyatligini dushman bilib ketib, onun iqtisodiy jihatdan, fikriy jihatdan butun qon tarlan töp qo'shayotgan mayatga pidakor odamlarni maxfiy qilg'iliq. Ya'ni millat vakillarini qaymoqtirish oldi bu. Endi onun balkim planga qo'yilgan bo'g'iti burun yoki planga qo'yilmay kishilarni qaymoqtirish uchun qilgan bir taktikasi bo'lgan bo'g'iti. Ammo mushu markazning o'zini Münchenda mustahkam tutib turishning o'zi nurg'unlagan faoliyat shaklida ifodalanib turdi. Masalan, qurultayning saylam yig'ini bo'lsa-mu, Münchenda etishlaydigan, Germaniya chaqirishadigan shundaq bir shuar chiqdi maydonda. Amerikaga chaqirilgan chaqdan shuncha norozilik bildirildi.
Shunday. To'g'ri batilda yozildi. Zodi Germaniyaga chaqirish kerak deb. Yaponiyaga chaqirilgan chaqda shunday norozilik bildirildi. Onun set qurultayning ijroiya komitetining yig'inlarini mumkinda etishni talab qildi. Masalan, oldingi yillari Gollandiyaga chaqirmaymiz deb plan qilingandan keyin Myunxendagi bir necha a'zolari bormidi-ku masalan, nima uchun Myunxenga chaqirilmaydi degan bu narsa o'tirib qo'yildi. Bu yana sirliq tarafi yamanjiq bu ishninki. Agar Myunxenning o'zi Parijga o'xshash, Washingtonga o'xshash yoki Brusselga o'xshash ya Janvaga o'xshash bunda bir xalqaroga echilgan shahar bo'lgan bo'lsa, xalqaro siyosat belgilaydigan butun dunyoning ko'zi nazar diqqati ashaga qaraladigan bir yer bo'lgan bo'lsa, bu boshqa gap. Bu Germaniya deganning 2 dunyo urushida elib bo'lgan qirg'inchiligi tufaylidan bütün Avrupa devletlerinin düşmanı mesela, tarixdagi 60 yıllık düşman, 60 yılın aldiki ötken bir azimlik ceza öteyatkan. Manda bir devlet. Manda etkan çağda bu Germaniyanın o'zi dünyanın dikkat nazarından şunda tushib qolgan bir devlet. Bular xuddi heliki biz özümüzün dunyoga to'ntimiz, Uyg'ur davosini yoki Sharqiy Turkiston davosini dunyoga to'ntimiz deb shunda qiziqqanga o'xshash Germaniyaning davlatini tatib har bir partiyagacha, har bir kollektiv jamiyat kishilik biz o'zimizning noiti oliyjanob kishilar ekanligimizni dunyoga to'ntimiz deb faoliyat qilgan bir davlat bu. Dunyo xalqining nazar diqqatiga yaxshi bir kishilar, madaniyatli, axloqli kishilar deb cheliqimiz deb tirishayotgan bir xalq. Shundaq bir rayonning o'ziga doim buni buruqtim qilib Muşanın merkezleştiriş için tirişinin özümü bu vatan davası sepedeki bir xil buruqtumluq, bir xil daim çöketip duruş, taraqqiyotning oldini olish, rivojlanishning oldini olish tadbiridan iborat. Bu qurultayning yana shu vatan davası qilayotgan tashkilotlarning siyosiy markazi asta-asta dastlabda Turkiyaga o'tkaldi. Turkiyadan keyin Germaniyaga o'tkaldi. Ya'ni xizmat ehtiyojı emas, davo ehtiyoji. Ya'ni g'arblikning mundaq chiqib aytganda Uyg'ur masalasiga toza qiziqayotgan bir davrda davoning o'rnini, davoning bosh markazini yo'tkash ehtiyoji davomli tug'ilibdi. Demak, bugungi kunda agar mushu davoni bir qism odamlar o'zining qo'liga olib, monopol qilib olmagan bo'lsa, bu davoning siyosiy markazi Amerikaning Washingtonni bo'lishi tegishli bir vaziyat alınıp qachon shakllanib bo'lgan narsa. Masalan, Aqsaroyga, Davlat Majlisiga Rabiya Qodir xonim asan kirib chiqib o'zining fikrlarini qila oladigan masalan, Germaniyada 10 necha yil turayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining ishxonasi odamlar bir haqiqatim Germaniya parlamentiga bir haqiqatim mundaq qilib o'z ixtiyori bilan kirib chiqa oldimi? Yo'q. Hozirgacha bir Germaniya parlamenti emas, Bavariya parlamentining bir butkul parlament xarakterli umumiy bir chaqirish emas, o'tganda echilgan bir yig'inimi qarasangiz, shu yerdagi Bavariya parlamentiga Yeşillar partiyasining bir guruhi bir partiyasining nimagaligi o'qituvchilik sifatida boshqa partiyaga kuch ko'z yuzdan dunyo Yevropa Sharqiy Turkiston birligining yig'inini bir ishxonada echmagan bir yig'inda boshqa narsa umumiy qilmagan narsa. Masalan, o yig'inning xarakterining bo'ldi desa, Xitoyda hozirgi siyosiy vaziyat o'zgarib, demokratik bir havo o'tirg'i chiqsa, demokratik bir sistem yurgizilsa, Uyg'ur Xitoy masalasi qanday hal bo'ldi degan temada berilgan bir muzokara yig'ini. Buni nima maqsadda chaqirsangiz, shu Bavariya hukumatiga muxolifatchi bo'lgan Yeşillar partiya bilan Sotsial Demokratlar partiyasi sohibxonlik qilib uyushtirgan bir yig'in. Shundoq. Ularning maqsadi nima? Sen Bavariyaga hukmronlik qilayotgan Xristian Sotsialistlar partiyasi bunun höddəsini çıxanmaysa, Sotsial Demokratlar partiyası, Yeşillar partiyası biz Uyğur Xitay münasibətini yaxşılab, u yerdə Uyğur Xitay mazdirası olmaydigan vəziyyətni biz yarata alayımız. Bavariyanın kəlgisidəki daimlik Xitay Bavariya iqtisadi siyasi münasibətlərə kafalat qıldığan birdən bir partiya mana biz deganini ko'rsatmoqchi. U Uyğur üçün bir foydali Sharqiy Turkiston yoki Uyg'uriston davosi uchun bir foydali vaziyatni keltirib chiqaramiz. Shu vaziyat uchun ishlayapmiz, faoliyat qilamiz deganlik emas. Uyg'ur Xitoy munosabatini ziq ko'ymaydigan, kavob ko'ymaydigan shundoq masalalarni hal qilib, biz Bavariyaning kelgusidagi iqtisodiy
masalasiga biz kapolatlik qila olamiz deganni ko'rsatmoqchi, ko'zir qilib o'qituvchilik nuqtasini uyushtirgan bir yig'in. Shunchalik bir narsa. Ama Germaniya miqyosi bo'yicha aytgan chaqda onda Germaniyada faoliyat qilayotgan bir millatlarningki milliy huquqi o'zining vatanining mustaqilligi, ozodligi uchun da'vo talablarining ro'noq tepish uchun alayda imkoniyat yaratib beradigan, alayda fursat beradigan, qo'llaydigan bir davlat emas. Masalan, buna tipik misoli 2008-yili Xitoyda olimpiya o'tkazilishining oldi keynida alayda ko'zir shaklda Dalay Lamani qabul qilmoqchi bo'ldi. Shu vaqtdagi va hozirgi ham shu vaqtdagi bosh ministr Angela Merkelning o'zi bosh ministerlik kabinetida shu markaziy parlamentda Dalay Lamani qabul qilmoqchi bo'lib dunyoga axborot e'lon qildi. Ammo Xitoy darhol telegram yo'lladi. O'shingizni yig'ib oling. Bu Tibet masalasiga qo'polliklar aralashsangiz, ziyonni o'zingiz tortasiz degandan keyin Dalay Lamani qabul qilmaymiz demedi, ammo Dalay Lamani Germaniyaga kirdirmaymiz demedi. Dalay Lama kirdi Germaniyaga, parlamentga keldi, ammo bir o'lkaning o'lka boshlig'i bilan ko'rishdi, andikin Sahiya ministri bilan ko'rishdi demaslar. Sahiya ministri deganiki, na davlat ikki davlat o'tirisidagi munosabatlar bo'lsin, na iqtisodiy, siyosiy masala, hech kim aloqasi yo'q bir ministerlik bilan ko'rishtirib, resim tushirib yo'lga qo'ydi. Mushuning o'zimi nihoyat olamshumul bir misol. Masalan, Tibet masalasi Germaniyadagi eng yuqori darajali siyosiy masala. Germaniyadagi 3 dan bir qism German fuqarosi Tibetni tanıydı, Dalay Lamani tanıydı. Tibetning Xitoy besib olgan bir davlat ekanligini e'tirof qildi. Germaniyaning o'zida Germanlar o'z quruq Tibet tashkiloti va 30 mingdan ortiq Tibet tashkilotining a'zosi bor. Tibetning erkinligi uchun, Tibetning mustaqilligi uchun harakat qiladigan 30 mingdan ortiq Tibet tashkilotining a'zosi bor. Shunday bir vaziyatning ostida Tibet davosining rahbari Dalay Lamani qabul qilishdan chekingan bunda bir hukumat Xitoy uchun aytgan chaqda Tibetning o'zi hech qanday bir xatarlik rayon emas. Uyg'uriston o'zi eng xatarli rayon. Uyg'uristonning Xitoyning qo'ldan chiqib ketishi Xitoyning kelgusidagi va hozirgi mavjud taraqqiyotiga, iqtisodiy manbasiga nihoyat og'ir darajada zarar yetadi. Xitoy yani og'ir darajada yiqilib tushdi Uyg'uristondan ayrilsa. Ammo Tibet Xitoyga iqtisodiy jihatdan yoki siyosiy va strategiya jihatdan, davlat mudofaasi jihatdan hech qanday bir to'p qo'shadigan, hech qanday bir muhim o'rin tutgan o'rin emas. Ammo shunda bo'lsa-mu, Xitoy haliqi klassik tushuncha bilan mangadigan bir millat bo'lg'achqa, tuproq egallash, tuproq kengaytirish orzusi bilan mangadigan xuddi ruslarga o'xshash klassik tajovuzchilik iddiasi bilan mangadigan bir millat bo'lg'achqa, haliqi Tibetga boshqa bir yerda hech kim chiqmaydigan bir orolning o'zini talishidi, masalan, Taqim orollarini Yaponiyadan talashganga o'xshash talishidi masalan. Demak, Germaniyaning o'zi shunday bir buruqtum holatdagi bir davlat bu. Masalan, 2008-yili shu Xitoyda olimpiya bo'layotgan chaqda 8-oyning 8-kuni Rossiyaning o'zi Gürcistonning ichki viloyatini besib oldi qurolliq. Hujum qilib besib oldi. Shu vaqtda butun NATO, bütün G'arb davlatlari, bütün Yevropa davlatlari Germaniyani saloch sifatida o'tirg'i chiqadi. Ham Germaniya o'z tanlab oldi. Bu masalani biz hal qilamiz deb. O masalani qanday hal qildi? Masalan, 10 tip hal qildi Germaniya. Bütün NATO davlatlarining Rossiyaga bildirgan noroziligini yumshatdi. Yevropa ittifoqining qattiq qo'llik bilan hal qilish kerak degan qarorasini yumshatdi. Yumshatib akilib, so'z bilan hal qilamiz, siyosat bilan hal qilamiz deb vaqt o'tgan sari u yana tip-tinish Rossiyaning idora qilishiga fursat hozirlab berdi. Nima uchun? Germaniyaning o'zi shu o'tirib tushgan chaqda Rossiya Germaniyani agalantirdi. Germaniyaning 40% tabiiy gaz Rossiyadan keldi. Rossiya hukumati shu vaqtda agalantirishida Germaniya bu ishga qo'pollik bilan aralashsa, Germaniya fuqarolari qishliqqa to'nlab qoladi degan ikki jumla gap bilan ular vositasi bo'lib, oxirida biz chiroyli bo'lmaymiz deb
hal qilib tip-tinish unutuldiryapti hozir dunyo. Gruziyaning ichki viloyatini Rossiya besib olgan degan bu gapni kun tatib qo'ymaydigan holatga keltirdi. Demak, Germaniyaning o'zi Rusiyaga o'xshash, Xitoyga o'xshash, ya'ni Germaniyaga nihoyatda cho'ng bir manfaat yetkazadigan bu davlatninki siyosiy, strategik ishlarga hargiz qo'polliklar aralashmaydi, balki tufning yetishiga silab, bu yerda bo'ysundirib berish, masalani tinchlik bilan hal qilib berish tarafiga, yana shu imperatorliklarninki, shu tajovuzchilarning strategiyasi bo'yicha, arzu, talablari bo'yicha hal qilishiga yo'l qo'yadigan bir vaziyatdagi davlat. Buni men deyotganim yo'q. Germaniya axboroti, Germaniya jurnalistlar nihoyat ochiq oshkor tanqidlar o'tirib qo'ydi bu fikrni. Endi bunday bir vaziyatning o'zida bizning bu da'vo dasturlarimiz nima uchun doim bu yerga bekinma holatda saqlanib turishi kerak? Qurultayning oddiy bir qarorsiz echilgan ijroiya komiteti yoki doimiy komitet yig'inlarimi nima uchun bu Myunxenga kelib echilishi kerak masalan? Dunyo axborotidan xoli, hech qanday bir jurnalist kelmaydigan, hech qanday bir gez jurnalida bir fikr e'lon qilinmaydigan, axborot e'lon qilinmaydigan bunday bir yerda o'zi danglab yolg'on axborotni Uyg'urcha tashviqotlarni qanot yaydirib bu yerda butun dunyodagi Uyg'urlarni bexutlashtirib bunday ep berishda faqat ikki nuqta bor. Yoki bu Germaniya strategiyasidan, Germaniya Xitoy strategiyasidan mengayotgan Germaniya davlatining strategiyasidan davomlashayotgan bir vaziyat, yoki bo'lmaydi insof aytgan chig'imizda mushu yerda mushu harakatga boshdan boshlab rahbarlik qilayotgan mushu Germaniya davlatida yashab kelayotgan ma'lum kishilarning o'zining turmush ehtiyoji, o'zining huquq, mansab ehtiyoji bilan mushu bekin holatda tutib turilayotgan deb baho berishga bo'ldi. Bu keyingisi nihoyat insof bilan aytilgan so'zimiz. Bundan ortiq qo'lda isbot bo'lmagan holatda undan ortiq gumon qilishninki bir yaxshi oqibatimi yo'q. Ammo yilqidak bu kanalning, ya'ni bu qal'aning ostidan, kanaldan, sho'ridan doim sirq tapchirab turishi, dushmanning qo'liga yetib turishi va dushman buning oldini ep turishi bu gumonliq tarafi. Masalan olsak 2006-yili 11-oyda shu Yeshillar millat vakiliga yo'llangan maxfiyatlikning Xitoy elchixonasiga yetkazilish jarayonida Bavariya Yeshillar millat vakillari Ahmet boshlig'i Margareta Bauzi xonim shuningki axborotga e'lon qilgan bir so'zi bor. 2007-yil 2-oyda axborotni ochiq e'lon qilib, o'ziniki qo'ygan takliflari ham Xitoy Myunxen Xitoy bosh elchixonasining bosh elchisining bu xonim bilan o'tkazgan suhbatini e'lon qilib, mazmuni yig'inchoqlangan mazmuni qanday desa, bu Yeshil millat vakillari Uyg'urlarniki bu ochilgan yig'inga qatnashimizda tayyorlik bildirayotganda, tujuqsiz Myunxendagi Xitoy bosh elchisi norozilik xati yo'llagan. Sizlar bu Sharqiy Turkiston terroristchilarining yig'iniga qatnashsanglar, Xitoy Germaniya ikki davlatining o'rtasidagi munosabatga daxl etadi. Sizning qatnashsanglar biz norozilik bildirmaymiz degan, lekin bu bizga kelgan taklif. Qatnashish, qatnashmaslik o'zimizning erkinligi. Bu ya sizning jumhuringiz emas. Bu demokratik davlat. Bu yerda biz o'zimiz qaror qilamiz. Sizning aralashish buning hech qanday bir yo'lingiz yo'q. Bu bizga kelgan maxfiyatlik, bizga kelgan da'vat, sizning qo'lingizda nima ish qiladi deb qaytarib so'ragandan keyin biz bu maxfiyatlikni o'zimizning kanalidan oldik deylik. Bu kanalning o'zi Email bir kimning kanali emas. Email faqat texnik masalasi. Onu o'g'irlamoqchi bo'lsa, maxfiyatlik o'g'irlamoqchi bo'lsa, har qanday shaxs, har qanday jamiyat, har qanday davlat, har qanday bir shaxsning, har qanday davlatning maxfiyatligini qonuniy yo'lda o'g'irlaydi. Bu yerda biz o'zimizning kanaldan oldik deb javob bergilik. Bu javobni olgandan keyin Margareta Bauzi xonim Germaniya Markaziy advokatlar ishxonasiga yo'llag'liq buni. Biz Myunxendagi Xitoy bosh elchixonasining ustidan da'vo ochamiz.
ular bizning maxfiyatligimizga o'g'irlagan deb bu taklifni yo'llagandan keyin ular qanday javob berdi? Bu javobniki qisqacha mazmuni Xitoy Germaniya munosabatiga daxl etilgan bunda parakendlik ishga aralashmay turaylik degan siliq bir javob. Ammo buning oxir ko'rinishi nima? Meni chaqmaga e'lon mingil yashsin. Bu Uyg'urlarning ishiga Xitoy aralashmamdi. O Uyg'urlarga yig'iniga boradigan bu maxfiyatli Xitoy o'g'irlamdi, Germaniya davlatini qiziqtiradigan masala emas. Germaniya davlatini qiziqtiradigan masala qanday qilib Xitoy davlatidan bir sinit pulni ortiq ola olamiz? Qanday qilib Xitoy davlati bilan yana bir sinitlik ortiq iqtisodiy munosabatni o'rnata olamiz? Ma masala muhim. Agar mushu Xitoy elchixonasi o'g'irlab ketgan maxfiyatlikni ustidan da'vo etib Yeşillar Partiyasininki talab bo'yicha bu azroq eg'irlashsa masala Xitoy davlati norozilik bildirsa, u vaqtda Xitoy davlatidan kechirim so'rashi to'g'ri keldi. Germaniya albatta kechirim so'raydi. Mushu vaziyatni shakllantirdi. Shunga buni qiziqmagan bo'lar. Germaniya davlati bu ish qiziqmaydi. Demak biz o'shundoq bir yerda yashayapmiz masalan, ha? Bizning davarimiz bundaq yerda nima uchun yildiz tortib bu nasllanish kerak, ya. Avloddan avlod bu yerda nima uchun qilish kerak masalan. 60 yildan ortiq Turkiyada bu davo nasllandi. Dadasi o'lib ketib balasiga qoldi. Shunday vaziyat shakllandi. Buni 3-chi dunyo allaridan yulib olib chiqib, 1-chi dunyo allariga yuzlantirmaydigan oliy maqsad bilan Germaniyaga bir o'tkinchi shaklda yetkazib kelish bilan Germaniyada bu petib qoldi. Masalan bir misolni olsam, 2002-yil shu 4-oy, 5-oy mezgillarida Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayi bilan Dunyo Uyg'ur Yoshlar Qurultayining ikki tarafning yarashtirish vakili sifatida men shu harakatga aralashdim. Xo'sh. Uyg'uriston Milliy Qurultayi tarafdan 3 vakil, Dunyo Uyg'ur Yoshlar Qurultayining 3 vakil, ya'ni mana shu mumkinda yashayotganlar. Aralashib bir qancha oy munozara o'tkazdik, fikrlashdik. Buni mushu suhbatning birinchi qismida diqqatim qisqacha o'tirib qo'yganman, ha. Shu chog'ning o'zida Yoshlar Qurultayi tarafdan mayta eg'ir shartlarni qo'ydi. Birlashishga biz mushu shartlarni bajo keltirganda, andikin birlashishimiz bo'lmasa biz mustaqil faoliyat qilamiz deb shartni qo'ydi. Bu shartning ichida da'voning markazini shartsiz holda Amerikaga o'tkazish, Washingtonga o'tkazish. Bu birinchi talab. Ikkinchi talab, ishki qurultayning saylovga qatnashgan vakillari teng nisbatda bo'lishi kerak. Ya'ni Yoshlar Qurultayi kichik, onunki tarmoq tashkilotlari yo'q. Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayi cho'ng va tarixi uzun. Buning tarmoq tashkilotlari dunyoning hamma yerida bor. Bularning jiq vakil qatnashishi kerak. Yoshlar Qurultayidan oz qatnashishi kerak deydigan. Bundaq tengsiz muomala qabul qilmaymiz. Har ikki qurultaydan ovoz berilgan odam o'xshash qatnashishi kerak degan. Bu nima degan chaqda mansab masalasi, ha? Shunday. Mansab masalasi. Mansab bizga oz deyib qoldi bo'lmasa deganga. Ondan keyin yana bir talab, bu tashkilotning raisi, bosh raisi hozirgi mavjud ishki tashkilotdan bo'lmasligi kerak. Sirtdan bir kim bo'lish lozim. Ya'ni bu yilqi cho'ng apandan bo'lish kerak degan bu chiqlandi. Shunday. Ha, yana shuning qatorida yana bir talab, bu tashkilotning nomi hozirgi mavjud nom bilan atalmasligi kerak. Bu 2002-yil 5-oyda o'tirib qo'yilgan talab bu. Yoshlar Qurultayi tarafidan. Buni biz har qatim ikki taraf muzokaralashgan chaqda talabni yezib, biz yilqi qaror qilganlar emas, qaytib ketamiz. Qaytib ketib, yoshlar vakili Yoshlar Qurultayida muzokara qildi. Milliy Qurultayning vakillari Milliy Qurultayida muzokara qildi. Bu muzokaralarni pushurimiz. Mushu xalqlik talab da'voning markaziy Washingtonga yo'tkilish. Ondan keyin bu tashkilotning nomi hozirgi mavjud ikki qurultayning nomi bilan atalmaslik. Ondan keyin raisning o'zi sirtdan bo'lish, mavjud odamlar bo'lmaslik degan bu uch talabning o'zini Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining raisi, shu vaqtdagi mavjud raisi shartsiz qabul qildi. Ammo ko'pchilik buni oldirab ketmaslik kerak deb alayda vakil chaqirdi. Shu vaqtdagi qurultayning o'zi O'rta Osiyodan, Yevropa davlatlaridan o'zining vakillarini jiddiy chaqirib, yoki telefon yig'ini emas, u chog'da telefon yig'ini deydigan bir ishim yo'q-ku. Nurg'un iqtisodchi chiqim qilib, Myunxenda chaqirilib, yig'in. Fikrni o'tkazgandan keyin
Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultayining doimiy komitet yig'inining qarorasidan o'tib, bu shartni biz qabul qilamiz. Amerikaning Washingtonga yo'tkilib kelsa da'vo markazi bu ajoyib cho'ng bir natija, utuq. Haqiqatan jiratni ko'rarli ko'p ekan. Ondan keyin reisning o'zi hozirgi mavjud kishilar bo'lmasligi kerak degan chog'da albatta cho'ng apandim. Buning kelishimi nihoyat bir utuq masala. Bu kelsa o'zining nupuzi bilan, imtiyozi bilan, o'zining siyosiy tajribasi bilan bu da'voga hassa qo'shidi. Ondan keyin qolgan shartlar ushaq-shushak o muhim ish emas. Biz mushu nuqtani ko'z tutgan chog'da qabul qilamiz deb qarorni chiqargandan keyin, ondan keyin bu qaror bilan biz ma'qul bo'lib zodi shartsiz birlashish kerak. Biz yoshlar qurultayi nima talab qilsa shuni qo'shilgan bo'ldik deb fikrlashib ma'qul bo'lgandan keyin, ondan keyin 2002-yili 11-oy shu yilning oxiri endi. Ondan keyin ishki qurultayining joylardagi vakillari Myunxenga kelib, tayyorlik komitetini shunda qurib chiqqan. Ammo 2004-yili bu qurultay chaqirilgan chaqda Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'ldi, haqiqatan nomi boshqa bo'ldi, ya. Mana qaragan chaqda Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi deganning yoshlar degan bir so'zni evetiblar, endi shuni qildi degan gap. Ondan keyin ishki qurultayining raisi olmay, apandim rais bo'ldi. Ammo markazi Washington olmay Myunxenda bo'ldi. Ta hozirgacha bu davomli shu kelyapti, abiyatni deb o'tganimizdek. Lekin bu holatda doim shunday mengyapti. Masalan, bir axborotning o'zi Dunyo Uyg'ur qurultayi degan bir xabarni yozmoqchi bo'lsa, Rabiya Qodir xonim to'g'riliq yozmoqchi bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayining Myunxendagi raisi Rabiya Qodir xonim deb yozib qo'ydi ekan. Turk axborotlarida, hatto Germaniyadagi ba'zi jurnallarda shunday yozadi ekan. O kishining Washingtonda yashayotganligini tasavvur qilmaydi ekan. Chunki tashkilotning markazi Myunxenda bo'lgandan keyin reisning o'zi avtomatik Myunxenda deb qaraydi ekan. Mayli endi bu qanday bo'lsin, markaz boshqa yerda bo'lib, reis boshqa yerda bo'lishi bakmo zurriyat emas, ammo markaz organi ta'sis qilingan bir davlatning o'zi Xitoyga qarshi va alqadagi mustamlika asli qilgan millatlarninki taqdiriga nisbatan keskin bir pozitsiya bildira oladigan davlatlar bo'lishi kerak. Shunaqa. Masalan, bu qatimki Qrim masalasida Rossiyaning o'zi Qrimni tinchlikdan besib olgandan keyin Amerikaning o'zi intayin qattiq norozilik bildiryapti. Ashning o'xshash bir davlatlar bilan quyuq munosabat qilgan chaqda, undan keyin bu da'vo tushini oldi va natijasi bo'ldi. Vaqt munosabati bilan suhbatning oxirisiga kelyapmiz. Ammo fikr jihatda yana nurg'unlagan muhim temalar, nurg'unlagan muhim mazmunlar saqlanib kelyapti. Ammo kishilarni o'ylash kerak, insof qilish kerak. Chet elning o'zida nurg'unlagan kishilarimiz bor. Jiroqdan yaqindan bo'lsa-mu, oshkora va maxfiy holda ko'ngil bilib kelayotganlar bor bu masalaga. Bular ma'lum jihatdan azroq taklif berishi lozim. Bu davoni bunday bolash holda, bunday bekinma holda tashlab qo'yish bo'lmaydi. Xo'sh, fikrimizni o'sha yerda oxirlashtirsak, keyingi suhbatlarda inshaalloh mush suhbatni yana qisman mazmunni sharhlagan asosda yana bir yangiliklarni o'tirib qo'yib, buni davomlashtiraylik. O'zingiz qanday qaraysiz bugungi suhbatlarimizga? Fikringiz bo'lsa qo'shimcha. Biz ilgirki qatimliq suhbatlarimizdami yuritishga tirishdik. Shu bo'libmi bugungi kundagi da'voning ehtiyoj nuqtasidan chiqish qilib turib, vatan ichi ham sirtidagi da'vogarlarning, yoki tashkilotlarning birdan bir vakili deb o'zini atagan qurultay ustiga ko'proq to'xtaldik endi. Asli bu da'voning umumiy gavdasini olib aytganda bir kichik bir taraf edi. Asli biz yuritishga tirishgan nurg'un taraf bor, ammo bu qurultaychilarning o'zi bunday qilib aytganda biz da'voning birdan bir vakili deb birdan birlikni talashgandan keyin, demak buning mushu nuqtasida zot birdan bir vakili bo'la olamdi yo'q. Agar birdan bir vakil bo'lishga tegishli qurultay bo'lsa, o'chog'ni nimalar qilish kerak degan ustida biz izlanyapmiz. Ya'ni xalqimizga shuni sunishga tirishyapmiz. Inshaalloh sizga kerak bundan keyin haqiqiy bir
bunu bir Uyg'urning qurultiyiga aylantirish uchun buning ichida qilinish tegishli nurg'un xizmatlar, nurg'un tashkiliy o'zgarishlar, nurg'unlagan siyosiy islohotlar olib berilishi kerak. Agar mush holatda maqsa, ya'ni mush o'rinda tursa, bu da'voninki Mıdaq söylep aytganda, Jambaxti davasıga, ma'lum bir qism odamlarning jinin beqish davasıga aylanib qolganlikdan boshqa narsa emas. Bu nati cho'ng bir fojia, ya'ni bir Mıdaq söylep aytganda Uyg'urlar tunilgan bir davrdan keyingi yana bir fojia bo'ldi chet el siyosiy tarixida. Shu nuqtadan biz kelar qatimliq suhbatlarimizda texmi inchga, texmi nati aniq masalani o'tirib qo'yishimiz kerak. Biz mushundaq holat tutsak, bugünkidek yani kishilik huquq, o'z taqdirini o'zi belgilash, hozirgidek nomda tutsak, bu Uyg'urlarning erkinlik da'vosi, Uyg'urlarning mustaqil da'vosi, xalqaro siyosiy kuchning haqiqiy qo'llab-quvvatlab Xitoyga ko'zir qilgan bir da'vosi aylanmaydi bu. Bu hozir men mushu nuqtada ko'proq izlansak demoqchiman. Endi bu qurultayning o'zi ikki jihatni aytgan chog'imizda, ya'ni vatan da'vosi, muhojiratdagi vatan da'vosi nuqtasini aytgan chog'da bu mada qaraganda bir kichik bir tarmoq. Ammo sirtqi ko'rinishda, masalan, chet elliklarga nisbatan aytgan chog'da, bo'libmi German axborotlarida ma'lum bir xabar berilmoqchi bo'lib qolsa, chet eldagi muhojir Sharqiy Turkistonliklarning yoki Uyg'urlarningki eng yuqori tashkiloti degan nom bilan ataydi. Shunaqa. Sirtqi ko'rinishi shunday yo'g'on. Ammo ichki jihatda nurg'unlagan iqlimlarni o'z ichiga ololmaydi. Bu ma'lum bir tarmoq tashkilotni iborat ichki jihatni olgan chog'imizda. Ammo buni siz degandek o'zi idrok qilmaydi. O'zi da'vo qilishda biz eng oliy organi degan bu iddao bilan mangdi. Uning layoqat yo'q. Shunaqa. Layoqat qandoq yo'q masalan? Demokratiyaning nenni 8 yil yotgan mushu Myunxendagilarning o'zi axir o'zi tutib menayotgan aşı demokratiya yo'liga xilop qilib qandoq ishlarni sodir qilganligi o hozirgi suhbatda bu doirani o'ziga bo'lolmaydi. Layoqati yo'q. Yana aşı demokratiyaning nenni hech kim layoqati yo'q. Aşı tinchlikparvarlik bilan Xitoy Uyg'ur masalasini tushunib yetishig'i silab, oşundaq bir eləqə kavab köyməydiğən, zıq köyməydiğən, Uyğurlarını aqısıqa göçürüb, hədəb asmanı qartıb qoyduğan, Xitaylı muatirəbdən xatırcam öz işini mağıdığan bir halətini davamlışıq kapalətlik qılıvatqan aşu eqimğimi layaqıtı yox. Yani, içki yadrosunun etqan çağının özüdür. Bunu sirtkilə bulubmu, Rabia Qadir xanım bu işə arılışıb, 7-8 yıllık faaliyet jarayonida Uyg'ur desa qurultay, Uyg'ur desa Rabia xonim desa qurultay deganda chambarchas holda bu bir tunilib sirqi jihatda shunda tunildi. Xuddi cho'gay baliq o'xshashchu. Bir qatim suhbatdan bir misolga oldik-ku. Cho'gay o'qigan baliqning o'zi boshbak yo'g'on, tandi mag'duri yo'q, qochoq agri boshini ko'tara olmaydi. Qalpoq yo'qnab ketdi. Qalpoq tushliq, qirg'iz yo'q degandek, bu qalpoqni shunday ochsangiz, ichidan pushaq-pushaq parangiz qurtlab chiqadi masalan. O'shu vaziyatda buning o'zini o'ng'ishash kerak. Xitoyning g'olchilari nima deyishdan qat'iy nazar, ya? Xitoyning kiroliq fikrchilari nima deyishdan qat'iy nazar. Xitoyning davlatda faoliyat qilayotgan g'olchilari va da'vo qal'asiga yoshirinib kirib parazitlik chaplashib yeyotgan g'olchilarning qandaq eg'ot aqtishidan qat'iy nazar bu ish o'ng'ishalganga qadar buni biz fikr jihatdan davomlashtirishimiz kerak. Xalqimizning o'ng'i bu masalani ash chaqnayotgan quyoshda yo'ritish kerak. Bunda baxт o'si bo'lmaydi. Hurmatli qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qatam ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.